Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida Oila olami. Hamkorimiz Oila va xotin-qizlar qo'mitasi. Bugungi mavzuyimiz iste'mol madaniyati haqida. Muhtaram mehmonlarimiz, mutaxassislarimiz, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik. Xush kelibsiz va Ozodbek shu o'rinda avvalosi 15-mart Butun jahon iste'molchilar huquqlari kuni munosabati bilan bugun studiyamizga yig'ilgan barcha mutaxassislarni O'zbekiston teleradio kanali ijodkorlari nomidan tabriklaymiz. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar hamisha yor bo'lsin. Muhtaram teletomoshabinlar, bugungi mavzuyimiz har bir oila uchun juda ham dolzarb, muhim, kerakli mavzulardan biri. Chunki hammamiz ham iste'molchimiz, to'g'rimi? Har kuni albatta o'zimiz yoki oila a'zolarimiz uchun nimalarnidir xarid qilamiz yoki qandaydir bir xizmat turlaridan foydalanamiz. Xo'sh, aynan shunday paytda biz iste'molchi sifatida nimalarga ahamiyat qaratishimiz lozim va iste'molchi sifatida qanday haq-huquqlarga egamiz? Bugun aynan mana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Yuqorida aytganimdek, Ozodbek, bugun butun jahon iste'molchilar huquqlari kuni. Keling, qisqacha suhbat avvalida kun tarixiga to'xtalsak, marhamat. Albatta, bu kun oddiy kunlardan emas, albatta tarixiy kun desak ham bo'ladi. Ma'lumki, o'tgan asrning 60-yillaridan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan, o'zini tarkibida 100 dan ortiq mamlakatda aynan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yo'nalishida faoliyat ko'rsatayotgan 200 dan ortiq tashkilotlarni jamlagan Xalqaro iste'molchilar tashkiloti Consumer International tashkilotini tashabbusi hamda taklifi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1983-yil aynan 15-mart Butunjahon iste'molchilar huquqlari kuni sifatida ta'sis etildi va o'sha sanadan boshlab, o'sha yildan boshlab 130 dan ortiq mamlakat aholisi aynan bu sanani bayram sifatida u yoki bu shaklda nishonlab keladi. Ta'kidlab o'tishimiz joizki, 2018-yildan buyon O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi ham aynan Xalqaro iste'molchilar tashkilotining to'liq huquqli a'zosi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz joizki, ushbu sana nafaqat shu sohada faoliyat yuritayotgan xodimlar, kasb egalarining bayrami, balki bizni teletomoshabinlar Oynai jahon orqali kuzatib borayotgan barcha yurtdoshlarimizning ham bir bayrami desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi barchamiz o'z navbatida iste'molchi hisoblanamiz. Albatta. Va bugungi mavzu nima sababdan biz uchun muhim? Iste'molchi sifatida kim ko'z oldimizga keladi? Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, foyda olishni ko'zlamagan holda umuman biror bir mahsulotni xarid qiluvchi hamda biror bir xizmatdan foydalanuvchi shaxs, fuqaro bu iste'molchi hisoblanadi. Bu o'z navbatida bu hammamiz. Barchamiz, chunki jamiyatning ma'lum bir sohasida ijtimoiy munosabatga kirishar ekanmiz, albatta iste'molchi sifatida o'zimizni qaysidir jihatdan namoyon etamiz. Chunki kundalik hayotda ma'lum bir do'konga kiramiz yoki marketlarga tashrif buyurib mahsulot xarid qilamiz yoki tahsil olamiz yoki ma'lum bir xizmatlardan, aytaylik tibbiy xizmatdan, huquqiy xizmatlardan, maslahatlardan foydalanamiz va shu o'rinda o'z-o'zidan iste'molchi sifatida o'zimizning huquq va majburiyatlarimiz yuzaga keladi va bunda aynan iste'molchining qanday huquqlari mavjud, ular qanday tartibda himoya qilinadi va qaysi idoralar orqali himoya qilinadi, shu va shunga o'xshagan savollarga javobni bilish har bitta fuqaroning, umuman iste'molchining bir agar bilsa foydadan xoli bo'lmaydi. Albatta. O'zi iste'mol madaniyati deganda nimani tushunishimiz kerak? Shifokor sifatida bilasizmi, biz kuniga bir necha marta fuqarolar bilan mana shunday muloqotda bo'lamiz, ularni arzini eshitamiz. Gohida keladi, faqat o'zini haqqini talab qilaveradi, o'zini huquqini bilmaydi. Shuning uchun madaniyat qayerda shakllanadi, qayerda chiroyli bu amalga oshadi ishlarimiz qachonki har bir iste'molchi, bu kim bo'lishidan qat'iy nazar, u ayol kishimi, erkak kishimi, irqidan, jinsidan qat'iy nazar, bu har bir davlatda o'zini qonuni bor va bu qonun hammasi konstitutsiya asosida ishlab chiqilgan. Shuning uchun biz o'zimiz haqqimiz, huquqimiz bilsak, men aytamanki, bu haqiqatdan to'g'ri iste'mol madaniyatini targ'ib qilgan bo'lamiz va iste'mol madaniyatidan
to'g'ri foydalangan bo'lamiz. Ma'lumki, Yevropada jamoaviy yondashishdan ko'ra shaxsiy yondashuv, ya'ni individual ko'rsatish, o'zini ko'rsatish hamda individual o'zini haq-huquqlarini talab qilish birmuncha sharq mamlakatlari fuqarolariga qaraganda farqlanadi. Va bizda esa oddiygina kundalik hayotimizda ma'lum bir do'konga agar 2 marta qadam ranjida qiladigan bo'lsak yoki 2 marta xarid qiladigan bo'lsak mahsulotni, sotuvchi o'z-o'zidan bizga tanish bo'lib qoladi va o'sha do'konga har safar yuzlanganimizda biror bir mahsulot agar muddati o'tib ketgan bo'lsa yoki nosoz chiqadigan bo'lsa, unga aynan to'g'ridan to'g'ri mahsulotingiz nuqsoni bor ekan yo bo'lmasa muddat o'tgan ekan, olib qo'ying buni savdo rastasidan deyishga andisha qilamiz. Shu o'rinda aynan mana shu shaxsiy yondashuv, individual bir o'z haq-huquqlarini himoya qilishni biz bundan buyog'iga bir andisha sifatida yoki andishani otini qo'rqoq qo'yish deb harakat qilmasdan, aksincha o'shanday holatlarga duch keladigan bo'lsak, o'zimizning haq-huquqlarimizni himoya qilishdan, bevosita o'sha mavjud nuqsonli tovar bo'ladigan bo'lsa, sotuvchiga yuzlanishdan tortinmasligimiz kerak va o'shandagina biz o'z haq-huquqlarimizni qaysidir ma'noda himoya qilgan bo'lamiz va sotuvchi tomonidan bevosita xaridorlarga o'shanday mahsulotlarni realizatsiya qilish, sotish harakatlariga qaysidir ma'noda chek qo'ygan bo'lamiz. Abjabor aka, haq-huquqni talab qiladigan, biladigan iste'molchilar ko'p, lekin baribir andisha qiladigan, hattoki bilmaydiganlar ham yo'q emas. Holat mana shunday davom etaversa, huquqiy savodxonligimiz nima bo'ladi? Endi avvalambor qarz ikki qo'ldan chiqadi-da, Shahloxon. Men aytmoqchi bo'lganim, shu hammamiz ham iste'molchimiz, to'g'ri. Mana hozir to'g'ri gapni gapirdilar. Hammamiz bir do'konga kiraverib shu tanish bilish bo'lib qoladi. Lekin nima bo'lganda ham hammamiz shu narsani o'zimiz yeymiz, iste'mol qilamiz, sog'lig'imiz uchun bo'lgandan keyin mana O'zbekiston Respublikasi iste'molchilarni himoya qilish qonunining 4-moddasida ham huquqlari haqida ko'rsatib o'tilgan, aniq. Bizning haqqimiz bor, talab qilib so'rashga. O'sha tovar haqida ma'lumotini, nima, qanaqa, hamma hujjatini so'rashga. Bizda shunaqa narsa borki, mana bular aytgandagi, avvalambor iste'molchi ham o'zini huquqini bilgandek, sotuvchi o'sha iste'mol sotadigan ham o'zini haq-huquqini bilish kerak va biz talab qilgan narsani to'g'ri qabul qilish kerak, jahl qilmasdan. Savdo rastalarida ayrim qo'shtirnoqchidagi uddaburon tadbirkorlar ham sotilgan mahsulot bizda qaytarib olinmaydi deb chalkashtirib yuborishga harakat qiladi xaridorlarni. Ana o'shanday holatda ular ham aniqlik kiritib olishlari zarur. O'zi umuman Vazirlar Mahkamasining 75-sonli qarori bilan tasdiqlangan O'zbekistonda chakana savdo qoidalarining 1-ilovasida 12 turdagi almashtirib olinmaydigan va qaytarilmaydigan tovarlar ro'yxati keltirilgan. Aynan bu tovarlardan tashqari bo'lgan boshqa har qanday nooziq-ovqat tovarlarni iste'molchilar bevosita o'sha tovarni xarid qilgan joydagi sotuvchiga borib, mazkur tovarni aynan shunday markali boshqa bir sifatlisiga almashtirib olishi, agar u savdoda sotuvda mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, pulni qaytarib olishlari mumkin. Endi bunda o'sha qaytarilayotgan mahsulotni butligi saqlangan, iste'mol xususiyatlari saqlangan bo'lishi, qadog'i bilan topshirilayotganligi, aynan o'sha sotuvchidan xarid qilganligini asoslovchi asos. Aytaylik, xarid cheki mavjud bo'ladigan bo'lsa, sotuvchi aynan xaridorni mazkur tovarni qaytarish, almashtirish yoki pulni qaytarib olish bo'yicha talabini qanoatlantirishi lozim hisoblanadi. Yevropa tajribalari mana o'zimiz ham safarlarda ko'ramiz. Erta hattoki o'zini yashash joyidagi turgan do'koniga kirib, har kirib chiqqanda ham o'zini e'tirozini bildirgan holatlarni ham ko'rganmiz. Bu matbuotda ham o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Shuning uchun avvalambor men yuqorida bekor ketmadim. Iste'molchi ham huquqini, ham haqqini bilish kerak. Shuning uchun men aytmaymanki, bu narsani yod olish, lekin iste'molchi mana shu O'zbekistondagi mavjud qonunlardan xabardor bo'lish kerak. Agar shu qonunlardan xabardor bo'lsa, bu o'zini haqqini, huquqini, hattoki shu do'kondagi sotuvchi o'zini qarindoshi bo'lsa ham to'g'ridan to'g'ri nima deydi? Gapirib o'zini haqqini talab qila oladi. Buni tagi kitob o'qimaslik. Bugungi kunda ayniqsa kitob o'qiydiganlar kundan kunga kamayib ketyapti. Buni hech qaysimiz yashirmaymiz. Chunki hamma o'zini shu davlat ishxonasida bo'lmasa o'zini bir yo'nalishda ishlagan bo'lsa, faqat o'zining yo'nalishiga ko'pchilik ham o'tib ketgan. Lekin bizani soha chambarchas o'zimiz qonunimiz bilan iste'molchilar. Biz butun faoliyatimiz haftasiga bo'lmadi deganda bir marta biza hamkorlikda u yoki bu
chora tadbirni amalga oshiramiz. Qayerdan oshiramizki, bu aynan iste'molchining huquqiy madaniyatini oshirish. Masalan, hammamiz bilamizki, muhtaram prezidentimiz 2020-yil 10-noyabrdagi 48-87-sonli qaror chiqqan. Shu qaroriga muvofiq 2021-yil 5-yanvardan har juma kuni Toshkent kanali orqali sifat nazorat ko'rsatuvi olib boriladi. Sifat nazorat ko'rsatuvida biza raqobat qo'mitasi iste'molchilar bilan, texnik jihatdan tartibga solish agentligi va bizani sanitariya xizmati hamkorlikda biz sifat nazoratidagi tanlovni nimadan, ya'ni iste'molchilardan kelib tushayotgan murojaatdan kelib, shu har hafta bu xalqqa, ya'ni ommaviy axborot vositalari orqali, saytlar orqali, televideniya orqali Toshkent kanali har juma kuni hamma xotirjam uyiga borib bir dasturxon atrofida o'tirganda hali fikr buzilmagan vaqtda bu narsalar ko'rsatilib boriladi. Chunki juda ham kerak va muhim mavzulardan biri hisoblanadi bu salomatligimiz bilan bog'liq, turli holatlar bilan bog'liq bo'lgan mavzu. Keling endi bevosita murojaatlarga ham o'tsak. Iste'molchi qanday holatlarda va qay tartibda murojaat qiladi? Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga. Mana shuni ham aytishimiz kerak iste'molchilarga. Iste'molchilarning barcha huquqlari O'zbekiston Respublikasida himoya qilingan va buni yo'lda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tinmay faoliyat olib bormoqda. Bizda federatsiyada murojaatlarni qabul qilishning bir necha yo'l usullari bor. Misol uchun birinchi navbatda 1091 ishonch telefonimiz doimiy ravishda ishlab turadi. Shuningdek, federatsiyaga yozma ravishda Telegram bot orqali ham murojaat qilishlari mumkin. Shunday murojaatchilar keladiki, ularni yozish imkoniyatlari yo'q. Bu holatda ular federatsiyaga 1091 orqali yoxud qo'ng'iroq qiladilar, yoxud o'zlari kelib turib, "Meni yozish imkoniyatim yo'q" degan holatlarda ularning og'izlaridan, so'zlaridan mutaxassislarimiz murojaatlarini qabul qilib oladilar. Barcha murojaatlar bir xil ahamiyatga ega hisoblanadi va qonunda belgilangan tartibda va muddatda o'rganib chiqiladi. Baribir nima deydi, harakatlar raqamlarda aks etsa, bu yana ham isbotliroq bo'ladi. Aynan o'tgan davr mobaynida 2024-yilni oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida 12199 ta murojaatchi, ya'ni iste'molchilar O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga murojaat yo'llagan. Aynan mazkur murojaatlarning 87% ijobiy hal etilishi natijasida 75 milliard so'm mablag' iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilingan. Aynan hozir yuqorida advokatimiz ham o'tiribdilar. Bevosita biz aynan advokatlik firmalari bilan hamkorlikda hamda ma'lum bir iste'molchilarning huquqlarini sud idoralariga ularning manfaatlarini ko'zlab da'vo arizalarini kiritish orqali ham ularga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlar undirish holatlari ham kuzatilgan. Aynan o'tgan yil davomida 92 ta fuqaroning murojaati yuzasidan sud idoralariga da'vo arizalari kiritilishi natijasida 25 milliard so'm mablag' iste'molchilar foydasiga hisob-kitob qilingan. Mana shuni bilish kerakda, teletomoshabinlarimiz bilishi kerak, tushunishi kerak va aynan mana shunday holatlar yuzaga kelganda, ularda muammo tug'ilganida siz aytayotgan usullar orqali sizlar faoliyat yuritayotgan jamiyatga bog'lanishlari kerak, murojaat qilishlari kerak, o'zlarini haq-huquqlarini talab qilishlari kerak. Murojaatlar 3 turda bo'lib, elektron, og'zaki va yozma ravishda murojaat qilish huquqi bor har bir fuqaroning. Misol elektron deganda mana o'sha federatsiyaning 1091 qisqa raqamli ishonch telefoni orqali murojaat qilsa, misol bunga faqat toshkentliklar emas, federatsiya Toshkentda joylashgani uchun butun O'zbekistonning qaysi burchakdan bo'lsa ham o'sha 1091 qisqa raqamli ishonch telefoni orqali murojaat qilishadi. Federatsiyani o'sha murojaatni olgandan keyin bir kunning ichida, o'sha 24 soat ichida o'sha qaysi tumandan murojaat qilingan bo'lsa, o'sha tumanga yetkaziladi. O'sha qonunchilikda belgilangan 15 kunlik muddat ichida o'rganib, 15 kun ichida ijobiy hal bo'lsa, o'sha yozma ravishda javob xati beriladi. Agar qo'shimcha o'rganish talab etiladigan holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, iste'molchiga o'sha 5-6 kunlik muddat ichida o'sha qo'shimcha o'rganish talab etilishi to'g'risida qisqa javob xati beriladi va yakuniy murojaatlar o'rganib bo'lingandan keyin uzog'i bilan 1 oyda o'sha javobini yetkazadi.
bu federatsiyadan bo'layotgan 1091 qisqa raqamli telefon orqali elektron borgandan tashqari har bir tuman shahar jamiyatlariga to'g'ridan to'g'ri fuqarolar o'zlari murojaat qilishlari mumkin, kirib og'zaki yoki yozma ravishda. Ushbu murojaatlar ham o'sha tegishli o'sha mutaxassislar tomonidan qabul qilib olinadi va o'sha sohalar bo'yicha o'rganishga kirinadi. Bugungi kunda eng ko'p mana shu fuqarolarimizni qiynab kelayotgan murojaatlardan bittasi mana shu chiqindilarni to'plash, aholi xonadonlarda chiqindilarni to'plash, olib chiqib kelish xizmati bo'yicha bo'lyapti. Juda muammo, tortishuvlarga ko'p bo'lyapti, murojaatlar juda ko'p bo'lyapti. O'zimizni tuman miqyosida oladigan bo'lsak, mana 5 ta mahalladan murojaat tushdi, 5 ta mahalladan tushgan murojaatni o'zi o'rganib chiqilganda 500 milliondan ortiq noreal qarzdorlik kiritib qo'yib fuqarolarga o'shani to'lash talablari qo'yilyapti. Vaholanki uni biz jamiyat tomonidan o'rganib chiqilganda o'sha fuqarolar bilan suhbat o'tkazamiz, yashash joylarini o'rganib chiqyapmiz. Ayrim o'sha xizmat, misol xizmat ko'rsatdik deyapti. To'g'ri, shartnomada, ommaviy shartnoma mahallalar bilan tuzilgan shartnomada aytilgan har bir xullas hal qilinyapti, o'sha hal qilinyapti. murojaatlar hal qilinyapti. Kelinglar endi murojaatlarga o'tsak, mana hozir studiyaga ulangan 1091 qisqa raqamli telefonlaringiz va bu 24 soat davomida o'z ish faoliyatida yig'ilgan savollar bo'lsa, Durdonadan iltimos qilaman savollarni olib kelib berishlarini va ungacha bitta savolni o'qiyman. Bir kuni o'g'lim maktabidan mazasi bo'lmay keldi, ko'ngli aynidi va qayt qildi. Sababini so'rasam, maktab oshxonasida ovqatlanganidan keyin shunday bo'lganini aytdi. Maktabiga borib holatdan xabardor qildim, lekin na oshpazlar gapimga jiddiy e'tibor berishmadi yoki na maktab rahbariyati holatni nazoratga olmadi deganlar. Bu holatda aytaylik, ikki taraflama qarash kerak. Masalan, maktabga u fuqaroning bitta o'g'li farzandi bormidi? Chunki boshqa bolalar ham bor. Agar u joyda oshxonasidagi tayyorlangan yegulik, u joyda sotilgan mahsulot sifatsiz yoki bo'lmasa iste'molga yaroqsiz bo'lsa, boshqa bolalar o'rtasida ham kasallik yoki bo'lmasa ovqatdan zaharlanish yoki aytaylik oshqozon ichak faoliyatini buzilgan holati to'g'risida tibbiy yordamga murojaat qilganlar soni ko'payardi. Va murojaat qilgandan keyin albatta bu hududiy sanitariya xizmatiga xabarnoma keladi va mutaxassislar tomonidan joyiga borib o'rganish olib boriladi. Endi maktabga 500 ta, 600 ta, 400 ta bolani ichida bitta bola mazasi bo'lmay qolishini to'g'ridan to'g'ri oshxonaga hech kim bog'lay olmaydi. Endi bu yerda o'g'li nima deb aytaylik uni farzandi. U yerdan xarid qilgan mahsulotni qo'lni yuvmasdan ifloslangan joyda iste'mol qilgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa aytaylik, bu kunda yosh bolalar qo'liga pul tushsa, ko'proq ular nima olishga harakat qiladi? Bu maktabdan emas, chunki ba'zi bir bolalar ota-onasidan yashirib yo'ldagi do'konlarga kirib, har xil haligi yog'li chipslar deymiz, kiriyeshkilar deymiz, popkornlar deymiz, balki u narsani iste'mol qilgandir. Shuning uchun bitta bola bilan iste'mol qilgandan bolam mazasi qochdi deb etish to'g'ridan to'g'ri bu noo'rin bo'ladi. Haqiqatdan shu maktabga bog'laydigan bo'lsa, uni faqat surishtiruv jarayonida. Lekin 400 ta 500 ta bolaning ichida bitta bolani kasal bo'lishi bu oshxonaning bitta aybi yo'q deb o'ylayman. Hozirgi mana masala ko'tarilyapti, ya'ni ko'rdingizmi? Mana shu ota-ona murojaat qilyapti maktab ma'muriyatiga. Xuddi sizga o'xshab tushuntirish bo'lmagan. Tushuntirilish bo'lish kerak. Kelgan murojaatchiga o'sha maktab ma'muriyati kerak bo'lsa, o'sha anaqani chaqirib, oshxonani mudirini chaqirib, mana shu ota-onaga tushuntirish berish kerak. Agarda bizda agar siz xuddi mana tushuntirdingiz, aniq tushuntirdingiz. Agar bizda shunaqa bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa, nafaqat sizni bolangiz, boshqa bola ham mana shunaqa zaharlanishi mumkin. Bu yerda boshqa mana bunaqa deb tushuntirish kerak. Shunga men o'tgangi bitta mana tushuntirish bo'lmaganda shu murojaatchiga. Shu ota-ona, shu ona mani televizor orqali ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Bitta holat keldi. Toshkent shahrida 4 yashar qizcha yuqumli kasalliklar shifoxonasiga tushdi. Haligi ahvoli og'ir deb to'polonlar u yoqdan ona bizani ishonch nomeriga qilyapti. Mana palon bog'chaga bolam og'irdi. Bu bog'chaga qaramaysizlar, kim qaraydi bunga, qizim kasal, mana og'ir ahvolda olib keldim. Farzandim nobud bo'ladigan bo'lsa, sizlar javob berasiz. Endi vahimasi boshqacha. Chunki u vahima boshqacha bo'lgandan keyin biz qanday bo'lishidan qat'iy nazar mutaxassis joyiga boradi.
shu kuni shu shifoxonaga o'zimni ham borish kerak ishim baravariga o'zim bordim. Endi qarang, surishtiruv jarayonida nima bo'lyapti? Bog'chaga 286 nafar bolacha keladi. Bitta shuni qizi kasal, u aytyapti, bolamni ertalab soppa-sog' ovorganman, bolamni mana bog'cha otravleniya qilib shu ahvolga olib keldi. Yana mutaxassislarni bog'chaga yubordik. Bu yerda endi bolaga yordam ko'rsatilyapti. Endi haligi ovqatdan zaharlanishga bo'lmasa qayd qilgandan keyin bolani oshqozoni yuviladi. 4 yoshar bolani ham o'zini mutaxassislar yuvadi. Endi ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, bolachani ichidan kiriyeshkalar butun kiriyeshka chiqyapti. Surishtirish jarayonida shu narsa bo'ldiki, ona ertalab, ko'pchilik bilamiz, yosh bolalar ertalab uyda kamdan kam bog'chaga boradigan bolani uyda nonushta qildiradi. Uni oladi, bog'chaga boradi, bog'chada o'zining rejimi bo'yicha haligi kelishilgan, tasdiqlangan taomnoma bo'yicha taomnomani yeydi bola. Bolani ertalab bog'chaga olib borayotganda do'konda emas, ko'chada u bu sotib o'tirgan xolachalardan kiriyeshka olgan. Bola uydan bog'chagacha o'rta 150 metr. Haligi 4 yoshar bola haligi kiriyeshkani olib yegan. Chunki bolada qizg'anish bo'ladi. Olib kirsa, gruppadagi bolalarga so'rab yeb qo'yishidan endi bolachaning psixologiyasi. Uni u chaynamayapti. Chunki 4 yoshar bolani og'zida hali tishlari chiqib ulgurmagan. U yutyapti. Bog'chaga kiryapti, bog'chaning kashasini yeyapti. Endi bunda nima bo'lyapti? Oshqozon ichak faoliyati buzilyapti. Bu tiqilib qolyapti. Qorni dam bo'lib, bolani halovati buzilyapti, rangi oqaryapti. Uni haligi bog'chadagi tarbiyachilar mudira orqali zudlik bilan shifoxonaga olib boryapti va onaga xabar beryapti. Bu bola ertalab bog'chaga borganiki 2 soat oralig'ida bo'layotgan holat. Bu yerda onani gapi bog'chadagi ovqat sifatsiz. Shuning uchun to'xtalsak, savollar ko'pda. Yo'q. Lekin haligi boyagi ota-onaga rahmat deyishimiz kerak. Sababi o'sha farzandini o'ylabmi, qaysidir ma'noda u haqiqatan ham haq bo'lishi ham mumkin. Chunki agar u farzandning sog'ligiga befarq bo'lib yoki maktab oshxonasiga befarq bo'ladigan bo'lsa, bunda misol uchun undan yomoni yo'q. Lekin shunday tekshiruvlar natijasida shunday holatlar ham duch kelyapmiz. Aynan o'sha oshxonani holati aytayotganday nima deydi? O'sha tozalik, shaxsiy gigiyena vositalari umuman talabga javob bermaydigan holatlar bo'lyapti. Bu narsalar ham kuzatilyapti. Endi haligi ota-onani misol uchun murojaatdan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta murojaat asos qolmaydi. Albatta bizni o'sha tuman bo'ladigan bo'lsa, tuman jamiyat xodimlari yoki xuddi birlashma xodimlari albatta u yerga borib hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'rganishlarni amalga oshiradi va bunga oydinlik kiritadi. Va bundan tashqari nafaqat murojaat, balki alohida hamkor tashkilotlar bilan birgalikda monitoring, jamoatchilik nazorat tartibidagi monitoring tadbirlari ham o'tkaziladi. Maktabgacha ta'lim muassasasi, maktab ta'lim muassasalarida endi bunda faqatgina oshxona emas, mana yaqindagina mana bahorga o'tdik, lekin qish mavsumida qanchadan qancha muassasalarda o'ziga yarasha kamchiliklar ko'zga ko'rinib qoladi. Bu ham bo'lsa, aynan o'sha ko'mir vositalari bilan maktab ta'lim muassasalari ta'minlanganligi, isitish tizimlari holatlari, o'sha dars berilayotgan xonalar yetarlicha haroratda ta'minlanyaptimi, o'sha uzoq hududlardagi holatlar qanaqa va bunda ko'mirlar vaqtida yetib kelyaptimi, o'sha ta'lim olayotgan yosh iste'molchilar o'sha talab darajasida bo'lgan xonalarda tahsil olyaptimi degan savollar ham bo'ladi. Va bunda doimiy ravishda amalga oshiriladigan jamoatchilik nazorati tartibidagi monitoring tadbirlari bu sohada yuz beradigan kamchiliklarni oldini olishga xizmat qiladi va bu jarayonda ham ishlar ketmoqda. Yana bir savol kelibdi-da, ba'zida maktab, bog'cha yoki umumiy ovqatlanish joylarida qo'shtirnoq ichidagi seysni rozi qilish degan iborani eshitib qolaman. Bu nima degani? Bilasizmi, bu gap nafaqat sanitariya xizmatida boshqa nazorat organlari uchun ham doimiy otiladigan tosh. Endi albatta har bir yo'nalishda, har bir sohada guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan gap bor. Men bu bilan bizning xizmatda hammasi to'g'ri faoliyat yurityapti. Bunaqangi holatlar yo'q deb aytolmayman. Lekin shu joyda ikkinchi savol turadi. Nima uchun rozi qilaman degan gap bu aytyapti. Demak, uni u yoki bu faoliyatidagi buzilishlar bor. Chunki masalan bugungi kunlarda tadbirkorlar uchun juda ko'p imkoniyatlar yaratilyapti.
lekin bugungi kunda umumiy ovqatlanish shoxobchalarida faoliyat yuritayotgan xodimlar u soha bo'yicha umuman tushunchasi yo'q. Ularni oldida maqsad bitta, chetdan qandaydir foyda olish. U qanaqa mahsulotdan, qanaqangi masalliqdan, qanaqa ovqat tayyorlab berayotgandan hech kim undan nima deydi, kafolat bera olmaydi. Lekin unga shunga ajratishim kerak degan shu tadbirkorlar nima uchun huquq targ'ibot organlariga murojaat qilmaydi? Mana bitta savol turibdi. Men masalan bu soha mutaxassislarini bu narsadan yo'q qilmasin demayman. Mayli, haqiqatdan shu sohada shunday xodimlar bor bo'lsa, agar u tadbirkor haq bo'lsa, huquq targ'ibot organlariga murojaat qilsin. Nima uchun unga shuni ajrataman? Endi bu savol ham balkim noo'rin berilmayotgandir. Balkim mana shunday ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi xodimlarning mehnati tufayli yo'q deb aytib bo'lmaydi. Yo'q, endi mana bunaqa narsada Shahlo endi haqiqatan har xil holat bo'lishi mumkin demoqchiman. Korrupsiya degan narsa hamma tizimga kirib bo'lgan. Uni aytib bo'lmaydi, faqat bitta tizimda bor deb. Hamma tizimda bor bu korrupsiya degan narsa. Ya'ni mana pora oluvchiga 210-modda qo'yilayotgan bo'lsa, pora beruvchiga 211-modda javobgarligi ham bir xil. Bunga agar 10 yil berilsa, bunga ham 10 yil. Shunaqa og'irlashtiruvchi hozir bor. Mana hozirgi oxirgi plenum, Oliy sud plenum qarorlari bilan yanada og'irlashtirildi hammasi. Men aytmoqchi bo'lganim, mana boy akamlarning gaplariga nimaga murojaat qilmaydi? Chunki o'sha sizga murojaat qilayotganning o'zini aybini biladi. O'zini qatta kamchiligini biladi. O'sha kamchiligini yopish uchun, bartaraf qilish uchun o'sha nimaga shuni olib to'g'ridan to'g'ri bartaraf qilmaydi? To'g'rimi shu kamchiliklarini, shu oziq-ovqatinimi, boshqasinimi qilsa bo'ladi-ku? Yo'q. Chunki bu narsa xarajat, boshqa mo'mayda pul topgisi keladi, boshqa qiladi. O'shaning uchun bular shunaqa bir hamma tizimni o'zini bir korrupsion holatida bir Bu shunaqa murojaatni iste'molchi yozyapti bizga, iste'molchi. Tadbirkor emas. Endi-chi iste'molchi yozishidan maqsad bu yerda bitta bo'lyapti. Bu yerda iste'molchilar mana shunaqa sifatsiz taom tayyorlab sotayotgan, sanitariya gigiyena talablariga javob bermaydigan oshxonalarni misolida o'sha siz nimaga qaramayapti, bular olyaptimi degan fikrda aytilyapti. Sababiki haqiqatda keyingi paytda sanitariya organlari o'sha mana shunday holatlarni o'rganib, vaqti bilan o'shalarni ogohlantirish berib, o'sha kamchiliklar bartaraf qilish choralarini ko'rishmayapti. Bunga bir qancha misol keltirsa bo'ladi. Misol, mana shu biz hamkorlikda bir joyi o'rganamiz. Mana jamoatchilik nazorat tartibida mana shunaqa holatlar aniqlanyapti. Boshqa desangiz osongina mumkin emas tekshirish deydi. Ham mumkin emasligi moliyaviy ichki moliyaviy holatga aralashib ko'rish mumkin emas. Lekin bunday holatlarni ko'rish mumkin-ku. Bitta narsani aytish kerak. Mana bizga keladi, shu talabga javob bermayapti, nimaga ruxsat bergansizlar? Birinchidan, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar sanitariya xizmati tadbirkor faoliyati oldida ruxsat berish tamoyili bekor bo'lgan. Bu qonunchilikda belgilangan 2012-yil 16-iyuldagi qaror bilan bu taqiqlangan. Endi bizga ham juda ham ko'p keladi. Qonunda yozib qo'yibdi. Biz tadbirkorni borib, masalan, sizga hozir aytgan gapi, siz yur borib shu yerda ko'ramiz deganingizni bitta nimasi bor. Lekin tadbirkorlik subyektiga kirib beriladigan savollar tasdiqlangan savolnomani ichida o'tirsa, nazorat vakolati bor, nafaqat sanitariya xizmat, boshqa nazorat organi ham u narsani so'rashga haqqi yo'q. Agar uni kirib tadbirkorga, masalan, iste'molchi bilan birga borib turib, shu narsani savollarni berib, san tibbiy ko'riging, shu mahsulotingni sotyapsan, xavfsizlik to'g'risidagi sanitariya epidemiologik xulosang, san mana bu haligi aytgan zararsizlantiruvchi vositalar bilan ishlov berish uchun tegishli tashkilotlar bilan shartnoma tuzgansan deb so'raganni o'zi bu tekshirish tartibini buzganga kiradi. Chunki bu savollar faqat ombudsman tomonidan ruxsat olingandan keyingina tekshirish jarayonida beriladigan savollar. Shuning uchun bizani nazorat organlarimiz, men bularni haligi siz aytgan gapingizga aniq javob qilib aytyapmanki, uni ustidan tadbirkor murojaat qiladigan bo'lsa, bizani xodimlarimizga mana hozir aytdi huquq vakili. Hozir jarimalar, ma'muriy jarimalar kichkina emas. Chunki bizani xodimlarni olayotgan
5-6 oylik oyligini bitta jarimani o'zida to'layapti. Shuning uchun nafaqat bizani tadbirkorlik subyektlariga nisbatan barcha vakolatli nazorat tadbirini o'tkazadigan, tekshiruvni o'tkazadigan organlar hammasi qonundan tashqariga hozir chiqa olmaydi. Lekin o'sha sanitariya xodimini o'zi ham iste'molchi-ku, uni albatta tekshirishi shart emas, ombudsmandan ruxsat olishi shart emas, hurmatli shifokor akamiz. Lekin o'zi ham o'sha kishini nevarasi, o'g'li, qizi o'sha maktabda o'qiydi. To'g'rimi? Jamoatchilik nazorati to'g'risida qonunimiz bor. Albatta undan ombudsmandan so'rab, uni 10 kun, 15 kun kutib o'tirishimiz shart emas deb o'ylayman. Axir u yerdan ko'p hollarda maktablarimizda deyarli hammasida gazli ichimliklar, undan tashqari hot dog, umuman taqiqlangan narsalar, bular uchun hammasi uchun to'g'ri, ses xodimlari fizически ulgurmasligi mumkin. Chunki o'sha hududda biriktirilgan u restoranlarga qarash kerakmi, oziq-ovqat do'konlarigami, tibbiyot muassasalarigami va hokazoga bitta o'zi ulgurmasligi mumkin, lekin bunga mas'ul qilib maktab direktori biriktirilgan. Maktab direktorining qo'lida katta rechak bor. Ya'ni u tadbirkor bilan ijara shartnomasini bekor qilish vakolati bor. Yo'q, hozir siz aytdingiz ses xodim. Masalan, men iste'mol sifatida men ko'p qavatli domda yashayman. Ko'p qavatli turar joyda, atrofimda do'konlar birin-ketin. Men masalan ochiq ular meni ko'radi, masalan bugun borsa menga aytadi, yana biz to'g'ringizda gapirib ketdingiz dedi. Men hammasi bilan assalomu alaykum, alaykum salom, lekin men iste'molchi sifatida gapiradigan gapimni ham gapiraman, talab qiladiganni ham talab qilaman. Hozir siz aytganingiz bu iste'molchilik huquqini himoya qilish joylaridagi bizning xodimlarni biz bilan birga tekshirishga bormayapti. Bu yerda tekshirish to'g'risida gap aytyapman. Tekshirish emasmi? Yo'q, aka endi yo'q. Sizni hozir to'xtaysiz. Sizni odam bizni xodimni olib borib shu do'konga kirib biz uni nima qilamiz? Chunki do'konlarda sotilayotgan mahsulotni yaroqlilik, iste'molga yaroqlilik muddatini nazorat qilish iste'molchilik huquqini himoya qilishga olib bergan. Chunki haligi aytgan ilgari 54-90 qaror edi. Endi baribir biz aytishimiz kerak. Mana 2024-yili 10-noyabrdagi 184-sonli qarorda yozib qo'ydi. Tadbirkorlik subyekti xavfni tahlil qilgan holda profilaktik targ'ibot o'tkazilgandan keyingina uni tekshirish tartibi bor. Bu yerda tekshirish boshqa, lekin siz aytgan monitoring tizimi bizda bu bekor qilingan. Monitoring tizimi bizda yo'q. 414-sonli qarordan unumli foydalanishimiz kerak. Shu o'rinda eslatib ketaylik. 414-sonli qarorimiz bor. Mana biz iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish deyiladi. Shu yerda keyingi yillarda kiritilgan katta o'sha bitta o'zgarish bo'lganki, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasiga oid o'tkaziladigan monitoringlar albatta O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining shu sohaga daxldor bo'lgan davlat idoralari bilan hamkorlikdagi tuzgan rejalari asosida o'tkaziladi. Endi davlat idoralari shu sohaga qo'li yetib bora olmayotgan sohalarga qiynalayotgan bo'lsa, demoqchiman, ma'lumot uchun aytmoqchimanki, ana shu O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasining hududiy tashkilotlari bilan kerak bo'lsa, hamkorlikda rejalar tasdiqlab olsalar, jamoatchilik nazorati qismini bular amalga oshirib, bularga demak ma'lumot taqdim qilish imkoniyati yaxshi. Endi hozir mana etdi maktablardagi sotilayotgan mahsulotlar to'g'risida bu hukumatimizning 184-sonli qarori bor. Siz hozir yuqorida aytdingiz, bugungi kunda maktablardagi oshxonalar hammasi tadbirkorga o'tgan. Bu maktab ma'muriyati bilan birga 3 tomonlama shartnoma. Maktab direktori har kuni shu yerda brakiraj komissiyasi tuzilgan. Bu maktab xodimlari ichida bu yerda sanitariya xizmati yoki bo'lmasa soliq tizimi yo'q. Shu taqiqlangan mahsulot bitta sotilyapsa ham maktab direktori 3 tomonlama shartnomani bekor qilish bu shartnomada belgilangan. Lekin endi to'g'ri, bu yerda haligi nima deydi? Maktab, bog'cha farzandlarimiz salomatligi bilan bog'liq mavzu bo'lgani uchun ham bahs tugamayapti, lekin bu yerda hozir boshqa savollar ham bor. Internetdan onlayn tarzda telefon sotib oldim. Saytning reklamasida ko'rsatilgan ma'lumotlar bilan uni yetkazib berishganida ma'lumotlar to'g'ri kelmas ekan. Bu holatda nima qilish mumkin? Ko'pincha mana hozir statistik ma'lumotlarga ham qaraydigan bo'lsak, aynan federatsiyaga o'tgan yil davomida kelib tushayotgan ko'plab murojaatlardan aytaylik, aksariyati savdo sohasiga tegishli bo'ladi. Aynan bunda hozir oxirgi vaqtlarda savdoni ham an'anaviy usuldan ko'ra onlayn
usullari keng rivojlanib bormoqda va bunda ko'pincha savdo o'sha mahsulotni xarid qilayotgan taraf o'zidagi ayrim bir huquqlarni, majburiyatlardan foydalanmaydida ko'pincha. Chunki aytaylik, bitta mahsulotni onlayn tariqasida, onlayn elektron savdo maydonchasida xarid qilayotganda avvalambor o'sha sotuvchi tomon haqida to'la ma'lumotga ega bo'lmaydi. Uning yuridik manzili qanday, u ro'yxatdan o'tganmi, uni agar mahsulot nuqsonli chiqadigan bo'lsa, unga qayta bog'lanish imkoni bormi? Va agar u mahsulotni men xarid qiladigan bo'lsam, u menga xaridimni asoslovchi hujjat beradimi? U tartibi qanaqa? Bu albatta ko'pincha Qo'shtirnoq ichidagi savdogarlarimiz elektron savdo maydonchasida erkin harakat qilishga odatlanadi va o'zining imkon qadar majburiyatlarini nima deydi, keskin chegaralab qo'yadi va o'zi tarafdan ko'plab majburiyatlarni ochiqlamaslikka harakat qiladi. Aytaylik, sizga ma'lum bir mahsulotni sotadi va unga siz qayta aloqaga chiqa olmaysiz. Yoki u sizni Telegram ijtimoiy tarmog'i yoki qaysidir ijtimoiy tarmoq orqali xarid qilgan bo'lsak, qayta murojaat qilish yo'llari o'z-o'zidan cheklanadi. Na sizda telefon raqami bor, na uni yuridik manzili bor, uni hech qanaqasiga topish imkoniyati bo'lmaydi va shunda ko'pincha aynan bu kabi murojaatlarni qabul qilishda hamda ularni yechimini izlashda huquq idoralariga murojaat qilishga to'g'ri keladi hamda hamkorlikda yechishga to'g'ri keladi va bunda biroz qiyinchiliklar tug'iladi. Endi hozirgi savolga bevosita bog'liq emasdir, lekin yaqindagina o'zimizni bitta hamkasbimiz telefon orqali kiyim-kechak xarid qilmoqchi bo'lgan, onlayn do'konlardan to'lovini qilib bo'lgandan keyin 3 kun ichida yetkaziladi deyilgan. 3 kundan keyin u Telegram guruh ham yo'q, hech qanaqa bog'lanish vositasi ham yo'q. Elektron tijorat rivojlanishida haligi yomon holat bo'lsa ham pandemiya payti qandaydir turtki berdi. Mana bizda o'sha yetkazib berish xizmatlari o'sha paytda keskin rivojlanib ketdi, boshqa bo'ldi. Odamlar uyda o'tirib savdo qilish, boshqa qilish. Qonunimizda aynan mana siz aytgan holatdagi nimasi 7-moddamiz, ya'ni iste'molchiga noto'g'ri ma'lumot berilishi yoki yetarli darajada to'liq bo'lmagan ma'lumot berilishi oqibatida tovar sotilsa nima bo'ladi degan nimaga mos tushadi mana ushbu holat. Endi bu yerda haqiqatan iste'molchiga aytilgan narsani o'rniga boshqa narsa bilan hal qilinyapti. Endi bu holatda qonun aytadiki, o'sha xuddi shunday holat sodir bo'lganda iste'molchi o'ziga yetkazilgan zararni qoplash huquqiga va shartnomani bekor qilish huquqiga ega. Mana ko'pchilik aytadi, men huquqim bor, xohlasam almashtiraman, xohlasam pulimni qaytarib olaman, xohlasam shartnomani bekor qilaman deydi. Lekin albatta to'g'ri, bu iste'molchi huquqi, lekin shuni ham mana huquqshunos akamiz ham bor, bosqichlari borda, qandaydir arizalarni shartnomani bekor qilish darajasiga olib borib bo'lmaydi. Chunki o'tadigan bosqichlari bor. Lekin mana shu holat bo'yicha, bu holatda to'g'ridan to'g'ri shartnomani bekor qilish imkoniyati bor, chunki iste'molchiga noto'g'ri ma'lumot yoki noto'g'ri reklama oqibatida sotilgan nima ham yetkazilgan zarar qoplanishi kerak. Bitta asosiy masala o'sha internetdan olgan odam haqiqatan bu to'g'ri aytdilar, aniq bilish kerak kim sotayotganini. Albatta ro'yxatdan o'tgan. Ertaga bir ichki ishlar idoralariga, sudgami murojaat qilganda subyekt ma'lum bo'lishi kerak, kimga nisbatan yozilyapti. Va uni har bir xatti harakatini aniq ko'rsata bilish kerak. Mayli u bizga o'xshagan yuristlarga murojaat qilsa, biz o'sha subyektini aniq bilsak, bu yog'iga yordam berib ko'rsatamiz. Lekin noaniq bo'lsa-chi, mana men aytayapti, men pul o'tkazdim, yo'q ular bo'ldi, tamom. Mana keyin aytyapti, huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilgan. Ular so'ragan, hech bo'lmaganda pul o'tkazgan kartangni raqamini ber desa, u o'sha payt rasmga olmagan, eslab qola olmagan, u karta raqami ham yo'q, hech narsa yo'q, demak biz yordam bera olmaymiz degan. O'sha kiber xavfsizlikda misol uchun bolalar xizmatda ishlab yurgan bolalar ham yordam bera olmay qoladi. Yana bir muhim yo'nalish, keyingi vaqtlarda ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilayotgan dori vositalari reklamalarida ularning arzon, qulay narxda ekanligiga urg'u berilib, taniqli shaxslar ishtirokida roliklar orqali reklama qilinmoqda. Dorilar reklamasining bunday tarzda berilishi to'g'rimi deganlar. Va ko'p eshitdim, o'zim ham mana shu ayniqsa ijtimoiy tarmoq orqali reklama qilingan ozdiruvchi deylik,
qandaydir ba'zi holatlarda semirtiruvchi dori vositalarini iste'mol qilib, hatto hayotiga jiddiy xavf tug'dirgan insonlar ham yo'q emas. Ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilinayotgan har qanday dori yoki bad mahsulotlarini shifokorning maslahati bilan maslahatlashgan holdagina iste'mol qilishlarini qat'iy tavsiya qilgan bo'lardim. Shuningdek, bizaga federatsiyaga kelayotgan murojaatlarning aksariyati dori deb xarid qilgan. Surishtiruv jarayonida, o'rganish jarayonida bu narsani bad ekanligi, ya'ni biologik aktiv qo'shimcha ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Bu holatda u dori vositasi hisoblanmaydi. Bu yoki bu kasallikni davolash uchun mo'ljallangan, aynan yo'naltirilgan vosita emas. Bu aynan qaysidir quvvatni oshiruvchi yoki immunitetni tiklovchi vosita sifatida sotiladi. Yana sertifikatini so'rasa fuqarolarimiz, biologik faol qo'shimchalar yoki biologik o'sha bad deydigan mahsulotlarimiz mana ko'proq ozdiramiz, semirtiramiz, uni yo'qotib yuboramiz, bu kasallikni nima qilamiz degan gap so'zlar bor. Agar uni sertifikatini ko'radigan bo'lsangiz, o'sha sertifikat unga oziq-ovqat deb berilgan. U yeydigan narsa xolos u. O'zi bu biologik faol qo'shimcha, ular to'g'ri aytdi, bu davolash xususiyati yo'q. U dori emas, bu oziq-ovqat bilan tenglashtirilgan. Masalan, biologik faol qo'shimcha mana bugungi kunda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumoti bo'yicha shunaqa bo'lib o'tadi deklaratsiyada. biologik faol qo'shimcha bu oziq-ovqat o'rnida, lekin buni ham mutaxassisi tavsiyasi bilan sizga qanchalik bu biologik faol qo'shimcha avvalambor u organizmga kerakmi, kerak emasmi? Uni bilmasdan, mutaxassislar maslahatlashmasdan eng yana qiziq tomoni shuki, bu batlar ham bugungi kunda onlayn savdosi amalga oshib ketdi. Mana shunday fuqarolarimizdan murojaatlar bo'ladiki, men bu narsani menga bunday deb aytdi, men oldim buni topolmayapman, menga topib ber. Xuddi siz aytganda uni manzili yo'q, biz uni qayerdan topamiz? Shu yerda endi asosiy muammo mashhur odamlar reklama qilyapti-ku. Ishonadi-da, sodda xalq, oddiy odamlar. Endi bu joyda men mana shu raqobat qo'mitasi bilan bir nechta davra suhbatlarida men shuni aytganman. Shu dori batlarni qanaqadir reklama qilishi bir aniq yechimini qilish kerak. Yuqorida aytgan shu haligi xalqqa taniqli, endi ular nima? Haligi aytgan xarajatni yana betda ikkinchi tomonda turibdi. Xarajat bergandan keyin ular chiqib haligi aytgan yozib bergan narsasini o'qiydi. Shuning uchun u reklamani qo'yishda juda ham agar o'sha bat zarar yetkazsa sog'lig'iga, boshqa uni javobgarligi bor. Shuni o'sha mashhur odamlar, men o'zimda hayotimda praktikada shunaqa bo'ldi, hayotda, amaliyotda bo'ldi, dori darmonda emas, uy-joy masalasi bo'yicha mashhurlar shu yerdan uy oldim, boshqa qildim va oxirida shu uy egasiz pulni yig'ib ketib yorgan. Shu mashhur odamni javobgarlikka tortayotganimizda, men endi hozir otini aytmayman. Men bu narsani bilmadim, to'g'ri, menga aytishdi, va shuncha pul to'laymiz, endi ochib bo'layotgan gap, muloqot bo'lyapti, oramizda tergovchi o'tiribdi bu. Menga faqatgina aytishdi, pul beramiz, shuncha menga aslida men uni uyni pulini olmaganman. Men aytaman, lekin siz orqangizda, siz shu reklamangiz orqasidan shuncha odam shu uyni oldi, shu yo'q joyga, havoga pul to'ladi. Mana hozir siz javobgar bo'lasiz shunga, javobgar bo'ldi ham shu narsaga. Ko'rinib, bilinib turibdi qanchadan qancha aynan mana shu uy-joy masalasida ham norozilar chiqib murojaat qilyapti va yana bitta muhim savollar juda ko'p, vaqtimiz kam, yana bittasini o'qiyman. Go'sht xarid qilayotganimda doimo tanlab olaman. Bu harakatim do'kon egasining jahlini chiqaradi va ensasini qotiradi. Ba'zida o'zimni aybdordek his qilaman. Mening xatti-harakatim noto'g'rimi deganlar. Doimiy mijoz degan o'sha tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik va hokazo uni yig'ishtirib qo'yishimiz kerak. Chunki andisha bilan iste'mol madaniyati teskari, matematik termin aytayotganida teskari proporsional. Yo buni tanlashimiz kerak yoki buni tanlashimiz kerak. Lekin oxir oqibatda o'sha noto'g'ri joyda qushxonada so'yilgan go'sht yoki muddati o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilib oxir oqibatda qayerda uchrashadi? Kasalxonada yoki sudda. O'sha narsani eng yaxshisi o'sha vaqtda uni so'rab, bilib yoki noto'g'ri qilib, qasobni noto'g'ri qilayotgan faoliyatini oldiga qo'yganimiz kasalni
davolashdan ko'ra hurmatli shifokorimiz uni oldini olganimiz ma'qulroq. Xudo ko'rsatmasin, mana qancha oziq ovqatdan ham hayotdan ko'z yumganlar bor. Fuqarolar go'sht va boshqa mahsulotlarni xarid qilishda bemalol o'sha tanlash huquqlari bor o'zlarida. Ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab, kiyib boshqa o'sha aytyapman-ku, do'konda ham hamma narsani ishonch hosil qilib unga kafolat qog'ozlarigacha, masalan, ko'rishi mumkin. mahsulotni kafolat qog'ozigacha talab molda misol aynan go'sht mahsuloti bo'yicha ketadigan bo'lsa, o'sha go'shtlarni o'sha maxsus so'yish sexlarda so'yilgan bo'lishi kerak. Uni alohida o'sha o'zini muhri bo'ladi, muhri urilgan holati bo'ladi. Bozorda joylashgan bo'lsa do'kon, o'sha bozori alohida veterinariya tekshiruvdan o'tgan ma'lumotnomasi bo'ladi. Shularni ko'rib olishi va o'zini mablag'iga yetarli go'shtni talab qilishi huquqi bor. Tushunarli, marhamat. Savdoda bitta narsa borki, bunga har bir iste'molchi birdek kurashishi kerakki, men endi shaxsiy fikrim, ayni iste'molchilarni himoya qilish tashkilotida ishlabda mutaxassis sifatida aytamanki, ayrim qo'sh tirnoq ichidagi tadbirkorlar mahsulot sotyapti-da, ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatilmagan, yaroqli muddat o'tib ketgan. Bizga murojaat qiladi, borib biz o'rganyapmiz, bitta do'konni o'rganib ketasiz-da, to'g'risi. Va sizga murojaat ombudsmandan ruxsat boshqa. Deymanki, bunga har bittamiz kurashishimiz kerakki, har birimiz olgan mahsulotimizni ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqli muddati qarab, ko'rib, bilib olishimiz kerak-da. To'g'ri gap, ko'pchilik qaramaydi. Masalan, suv oladi, oziq-ovqat mahsulot, kolbasa mahsulotlarini oladi. Kolbasa mahsulotlaridan belgilab qo'ygan, kolbasani turiga qarab 20 kun, 25 kun, 30 kun. Men shu oynajahonda barcha iste'molchilarga aytamanki, bunga hammamiz birdak kurashsakgina keyin bir natijaga erishamizki, tadbirkorlar sotmaydi, ayrim tadbirkorlar deyman-da, to'g'risi. U kolbasasini olib kelib pulga olgan, ayrim o'sha tadbirkor. Uni o'zicha olib qo'ymaydi, u pulga olganda. U sotib tugatgungacha o'sha rastada turadi. Iste'molchida nima ayb? Ha, rastada turadi, sotib tugatsa, tugagandan keyin oladi-da u. Qish boshlanishidan oldin Chorsu buyum bozoridan qimmatgina narxga oyoq kiyimni xarid qildim va o'sha yerning o'zidan kiyib chiqib ketdim. Lekin bir kun kiyib yurgach, oyoq kiyimni bittasi oyog'imda noqulaylik tug'dirayotganini sezdim. Ya'ni oyog'imga qattiq botib og'ridi. Oyoq kiyim ustaxonasiga olib bordim. Baribir nuqsoni bartaraf bo'lmadi. Puli kuygan xaridor kirsovunni ham yebdi deganlaridek, balki moslashib ketar degan umidda mana 3 oy qish davomida kiydim. Lekin holat o'sha. Endi ham nimadir qilsam bo'ladimi? Endi bunda O'zbekiston iste'molchi huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga muvofiq aynan sotuvchi agar nuqsonli tovar sotgani ma'lum bo'ladigan bo'lsa, o'sha tovarda o'zi nuqson yuzaga kelgan bo'lsa, xaridor tomon bevosita o'sha nuqsonni bepul bartaraf ettirish, agar unga o'sha nuqson sabab zarar yetkaziladigan bo'lsa, ma'naviy xoh moddiy zarar yetadigan bo'lsa, o'sha zararni ham undirish imkoniyati mavjud. Yoki o'sha sotuvchi tomon bilan kelishilgan shartnomani yoki kelishuvni bekor qilish huquqlariga ega. Yo'q, mana 3 oy bo'ldi deyapti-da. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini chakana savdo to'g'risidagi qoidalar to'g'risidagi qonun bor va o'shanda har bir kiyim-kechakni mavsumi bor, qaytarib berish bunaqasi bor. Lekin u bir mavsum kiydilarmi bular 10 kun muddat deb qonunda bekorga belgilanmagan, 10 kun ichidagina bartaraf qilishlari mumkin. Bular bir mavsum kiyganlar, qaytarib berilmaydi bu holatda. Noilojligidan. Yo'q, olib borib bersa. Noilojlikdan kiydim deyapti. Olib borib berishi mumkin-ku buni. Olib borib berib o'sha payt bilmagandir balki. Mana biz ijtimoiy tarmoqqa bugungi mavzu reklamasini qo'yganimizdan keyin birdaniga xayoliga kelgan bo'lishi mumkin. Mavsumga belgilab qo'yilgan haqida gap ketadigan bo'lsa, bitta narsani to'g'ri qabul qilaylik. Bu yerda noto'g'ri talqin ketyapti. Bunday. Agar etik deyapsiz, mana etik mahsuloti. Etikni men yozda oldim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining o'sha qarori bilan tasdiqlangan chakana savdo qoidalarida aytiladiki, mavsum mana tovarlarni qonunchilik bo'yicha nuqsonlar bo'yicha e'tiroz bildirish muddatlari bor.
agar kafolat muddati belgilangan bo'lsa kafolat muddati ichida e'tirozni bildiraverasiz. Agar kafolat muddati belgilanmagan nooziq-ovqat tovar bo'ladigan bo'lsa u bo'yicha 6 oy deb qo'ygan. Endi mavsumiy tovarlar bor. Siz yozda etik oldingizda uni qishda kiydingiz. Endi hali kafolat muddati yo'q edi, qish kelgangacha uni 6 oy o'tdi-ku, ertaga e'tirozim bilan borsa sotuvchi 6 oy bo'ldi deya olmaydi. Deya olmasligi uchun o'sha yozda olgan bo'lsa ham uni e'tirozlari mavsum boshlangandan boshlanadi, uni kafolati deyiladi. Ya'ni siz iyunda etik olgan bo'lsangiz, uni iyunda kiyasizmi, iyulda kiyasizmi yoki yanvarda kiyasizmi? Yanvardan qish mavsumi qachon hukumat belgilagan? Oktyabrdan belgilagan bo'lsa, oktyabrdan boshlanadi. Oktyabrdan boshlab 6 oy davomida siz e'tirozlaringizni bildirishingiz mumkin. Hozirgi berilgan savolga muddat 3 oy o'tib ketdi deb poyabzalimdi deyapti. Bitta narsani aytmoqchiman-da, iste'molchi huquqlarini himoya qilish to'g'risida qonun bor. Iste'molchiga xizmat qiluvchi bu go'sht rastasida sotuvchisimi, dorixona sotuvchisimi, kim bo'lganda ham o'sha har birimiz kirganimizda bitta narsani ko'rganmiz. Savdo do'koniga kirsak ham, marketlarga kirsak ham, shifoxonalarga kirsak ham iste'molchi burchagi degan rasta bor. Burchak bor. Ana shu burchakka, iste'molchi burchagiga hamma narsa yozilgan. O'sha yuqorida ta'kidlab o'tilgandek 75-sonli qarorda namuna ko'rsatilgan. Dorixonaga kirsangiz, qaysi dorixonalar, misol uchun 12 xil dori vositalari qaytarib olinmaydi. To'g'rimi, hurmatli doktor? 12 xil dori vositalari sotildimi, qaytarib olinmaydi. Undan tashqarilari xaridor, iste'molchi qaytarib olib kelganda yo o'sha turdagi almashtirib beriladi boshqasiga yoki bo'lmasa uni puli qaytarib beriladi. Bu gapimni yakunda nima demoqchiman? Iste'molchining huquqiy bilimini oshirishimiz kerak. Iste'molchiga xizmat qilayotgan xodimlarni, sotuvchilarni yoki bo'lmasa o'sha xizmat ko'rsatayotgan tashkilot rahbarlarini yoki o'sha yerda xizmat qilayotganlarning ham huquqiy bilimlarini oshirishimiz kerak. Ana shundagina bu yuqoridagidek savollar kamroq bo'lishiga erishamiz. Mana hozir har biringiz aytayotgan har bitta masala bo'yicha bildirilayotgan fikr har birimiz uchun, har birimizni oilamiz uchun juda muhim va kerakli holatlarda go'sht, dori mahsulotlari, kiyim-kechak, xullas hammasi bizni salomatligimiz bilan, xotirjamligimiz bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Qanchadan qancha savollar qolib ketdi. Demak, bu mavzu teletomoshabinlar uchun muhim, kerakli mavzulardan biri ekan. Biz sizlar bilan hamkorlikni davom ettirgan holatda mavzuni keyingi dasturlarimizda ham yana davom ettiramiz. Umumiy xulosa, marhamat. Xulosa nuqtai nazaridan albatta yuqorida ekspertlar tomonidan juda muhim fikrlar bildirildi, lekin avval xulosa har birimizning o'zimizda qoldi. Chunki shaxsiy tashabbus o'zimizning hayotimizga befarq bo'lmasdan, o'zimizning salomatligimizga befarq bo'lmasdan, atrofimizdagilarning haq-huquqlarini e'tiborsiz qoldirmasdan, qachonki biz o'zimiz anglab o'sha huquqlarimizni amalda qo'llay bilsakkina o'shandagina huquqlarimizni himoya qilgan bo'lamiz va ikkinchi tomonda qaysidir ma'noda chegaralab, cheklagan bo'lamiz va shu nuqtai nazardan nima deydi? Agarda sizning haq-huquqingiz buzildimi, sizni huquqingizni himoya qiladigan vakolatli davlat idoralari albatta mavjud. Agar siz iste'molchi sifatidagi huquqingiz buziladigan bo'lsa, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining qisqa raqamli 1091 ishonch raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari qaysi soha, nafaqat iste'molchi sifatida boshqa sohalar bo'ladimi? Qaysi sohada huquqingiz buzilsa, albatta o'sha sohada sizning huquqlaringizni himoya qiladigan idoralar mavjud. Faqatgina o'z huquqimizni bilishimiz, anglashimiz va ularni amalda qo'llay bilishimiz zarur. Rahmat. Va fuqarolarga murojaatim aynan o'zini huquqlarini iste'mol bo'yicha murojaat qilishdan oldin aniq o'sha kimga nisbatan yozayotganini, shaxsini, manzilini va nima uchun, nimaga bo'layotgan joyini asoslantirib, aniq agar bularga murojaat qilinsa, bularning ham yordami tez va sifatli bo'ladi. Rahmat. Xususiy mulk egalariga ham murojaat qilishimiz kerak shu o'rindaki. Mana biz shu jamoatchilik nazorat subyekti sifatida o'sha savdo do'koni, oshxonalarga, boshqa nimalarga kirganimizda ko'pincha shu haligi mulkdor, mulk egasi qaysidir bir xatoligini ko'rsatadigan bo'lsa, bizning xodimlarimiz u xafa bo'lib, hali xodimini yonini olishga intiladi.
vaholanki shu narsani bularga man iltimos qilardim, yaxshi tushunib olinglar. Jamoatchilik nazorati agar o'sha sizni xodimingiz kamchiliklarga, xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, siz doim u yerda o'tirmaysiz, savdo do'konida, oshxonada bo'lmaysiz. Lekin sizni qo'lingizda ishlayotgan odamlar sizdan mijozlarni bezdirsa, odamlarni aldasa, tarozidan ursa, boshqa holatlar bo'laveradigan bo'lsa, ertaga bu sizni bankrot bo'lishingizga olib keladi. Shuning uchun kasod bo'lishingizga olib keladi. Shuning uchun mulkdor to'g'ri tushunib olish kerakki, jamoatchilik nazorati bu uni do'sti. U do'sti. Bizga bu tashkilotlar borganda, mayli davlat idoralarini aytmaylik. Jamoat tashkilotlari borganda xursand bo'lsinki, menda qanday kamchiligimni agar topsa, ertaga meni mulkimga, mol mulkimga ziyon yetmasligini bular ko'zlayapti. Meni xatomni ko'rsatyapti. Meni mijozlarimni odamlar oldidagi obro'yim uchun kurashyapti bular deb qabul qilishlarini so'radi. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchiman, hurmatli fuqarolar. Hammamiz farzandimizni yaxshi ko'ramiz, lekin unga yaxshilik qilyapman deb qilayotgan ishlarimiz aksi bo'lib chiqyapti. Bunga misol qilib aytmoqchimanki, mana bolalarimizni maktabga yoki bog'chaga olib ketayotganda g'ashlik qilsa, uni aldab, olib borib tashlashi o'rniga yo'lda, oftob nurida, boshqalarda saqlanib sotilayotgan tovar, mahsulot, yuqorida aytib o'tganda kireshki, boshqa mahsulotlarni olib berib, o'zimizni farzandimizga mehribon ko'ringanimiz bilan uni salomatligiga zarar yetkazib qo'yayotganimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Shuning uchun tovar, mahsulot xarid qilishda albatta do'konni ichida o'sha belgilangan o'sha talablar bo'yicha saqlanayotgan tovarlarni olib iste'mol qilishingizni tavsiya qilamiz. Rahmat. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar, ishtirok, taklif, tavsiya uchun, yordam taklifi uchun, barchasi uchun rahmat aytamiz. Doimo sog' salomat bo'ling, ishlaringizga omad yor bo'lsin. Muhtaram teletomoshabinlar, efir davomida bildirilgan fikr va mulohazalardan, takliflardan to'g'ri xulosa chiqarish faqatgina o'zimizga bog'liq, mutaxassisimiz aytganlaridek, chunki bu bizni salomatligimiz bilan, eng avvalosi bizni xotirjamligimiz bilan, bizni tinch, totuv, osuda yashashimiz bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Demak, barchasi yana aytamiz, o'zimizga bog'liq. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat.